Buvayda tumani tibbiyot birlashmasi oldidagi mixchigar kollektori haqida so'z yuritamiz. Bu barcha uchun xavfli bo'lishi mumkin bo'lgan muammo. Bu yerda maxsus suv kollektori bor edi. Uning vazifasi yomg'ir suvlarini to'plash va tabiiy ravishda oqizish bo'lgan. Biroq bir tadbirkor bu kollektorning bir qismini turba bilan yopib, ustini yo'l qilib olgan. Bu yerda katta xavf bor. Agar yomg'ir ko'p yog'sa yoki bu turba tiqilib qolsa, suv yo'lini topolmaydi va to'planib qoladi. Natijada tuman tibbiyot birlashmasi suv ostida qolishi mumkin. Chunki bu yerda oqib ketishi mumkin bo'lgan boshqa joy yo'q. Bizning ma'lumotimizga ko'ra, bu ishlar noqonuniy tarzda amalga oshirilgan va hokimiyat bu ishga ruxsat bergan. Lekin bu qaror haqiqatan ham jamoatchilik manfaatlariga mosmi? Tadbirkorning shaxsiy manfaati tuman aholisining xavfsizligidan ustun bo'lishi mumkinmi? Bu savolga javob olish uchun hokimiyatga ham murojaat qildik. Buvayda tumani hokimiyatidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining va xalq deputatlari Farg'ona viloyati kengashining qarori bilan tasdiqlangan davlat dasturi asosida ko'prikni qayta qurish va 57 kilometr zovurni ta'mirlash tiklash ishlari bajarish rejalashtirilgan va mazkur ishlar qonuniy tartibda amalga oshirilmoqda. Murojaatchilar esa bunday fikrda emas. Ular kollektor ustidagi qurilishlar noqonuniy bo'layotganidan, rahbarlar esa bu kabi ishlarga panja orasidan qarayotganidan norozi. Bu joyda mutaxassislar atroflicha tekshirish o'tkazishi, har bir ekologik vaziyatni hisobga olib, xulosa chiqarishlari lozim.